Nima bo'ldi? Qamoq bo'ldim nomi. Xursand bo'lish kerak-ku. Qaysi birini olishni o'ylayapman. Qaysi biri yoqyapti? Menga bu yoqyapti. Ol shuni. Yo'q, men buni olaman. Nega? Chunki bu qimmatroq. Qimmat bo'lganda buni olarding-a? Lekin men bu yoqyapti. Mashinam rangi bilan bir xil. Miyani ichida nima bor? Bilmayman o'zim. Bo'pti, och, o'zing xohlaganingni och. Bu chiroyli-da, mashinamiz salon rangida, lekin bu qimmatroq shu. Keyin men sotuvchi bilan gaplashib, mashina qimmat qildirib beraman. O'zi narxini eshitib bo'ldimi? Hammaga qimmat bo'ldi. Orosdan mashina ochmoqchimisan? Bu yaxshi trend lekin. Da, mashina ol. Aka bu qimmat-da. Toj. iPhone 17 olmayapti, qimmat telefon olibdi. Rostdan shuni olmoqchimisan? Ha? Yo'q. Qimmatdan olmoqchiman. Yo'qdimi? Yaxshi qilsana mashinasini ol. Qo'rda telefon. Wow. Zo'r. Bersin, qimmat telefonni. Ochib ko'r endi. Olib berasizmi? Ochsang kelasini olasan. Voy! Barcha ikkita telefon ochib yubording. Buni ham olasan. Voy, ne ochib buni? Jinda men hazillashuvdim. Olib beraman dedingiz-ku. Shuni sen ikkita telefon nima qilasan? Olib beraman dedingiz, bo'ldi, bilmayman men, короче. O'pshatisizmi? Tupoy ikkita telefonga puling bormi? Yo'q.